Bismillahirrahmanirrahim. Robbimiz dunyoda birodarlariga suv ulashganlarning mukofoti haqida shunday deydi. Va ular u yerda, ya'ni jannatda aralashmasi zanjabil bo'lgan qadahdan sug'orilurlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kim bir musulmonning chanqog'ini qondirsa, xuddi G'azo ahlining holatidek, Alloh uni qiyomat kuni rohiq sharobidan sug'oradi deganlar. Bugun G'azoda barcha ichimlik suvi manbalari buzilgan. Qochqinlikdagi aholilar suvga nihoyatda muhtoj bo'lib qolgan bir paytda Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlarimiz suv ulashish loyihasini amalga oshirib kelmoqda. Bugun 2026-yil 8-yanvar payshanba kuni G'azodagi qochqinlikdagi aholilarga 5 ta suv mashinasida ichimlik suvi yetkazamiz. Alloh sizlarni jannat anhorlaridan sug'orsin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qo'llaridan suv ichirsin. Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlarimizga bu ehsonlari uchun Alloh baraka bersin. Alloh bu ehsonlarni savoblar tarozisiga qo'ysin va doimo G'azodagi birodarlarimiz uchun tayanch bo'lib qoling. Bugun G'azoda suv oddiy ehtiyoj emas, hayot masalasidir. Bosqin va vayronagarchiliklar oqibatida ichimlik suvi manbalari ishdan chiqqan. Minglab oilalar toza suv topish uchun navbatlarda turishga, ba'zan esa yaroqsiz suv bilan kun kechirishga majbur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Eng afzal sadaqa suv ulashishdir. Shu sababli Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida G'azoda muhtoj oilalarga toza ichimlik suvi yetkazishni davom ettirmoqdamiz. Bu suvlar chanqoqlikni qondirish bilan birga insoniylik va hamdardlik ramzidir. Sizning saxovatli qo'lingiz dunyoning mazlumlariga uzatilsin. Bugun G'azo sizning e'tiboringizga muhtoj. Har bir tomchi savob, har bir yordam hayot. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati.